Alloh taoloning Al-Xabir, xabardor degan ismi shuni anglatadiki, insonlar bilmayotgan narsalarni, odamlarni ichidagi sirlarini, o'ylayotgan o'ylarini va barcha insonlarning yashirilgan, berkitilgan zamirlarini Alloh taolo bilishini anglatadigan Alloh taoloning ism va sifatidir. Odamning ichidagi sirlarini bilgan zot oshkora bo'layotgan, bu dunyoda oshkora ro'y berayotgan narsalarni qanday bilmasin? Inson nimani o'ylayotganini Alloh taolo bilgandan keyin bu dunyoda nimalar bo'layapti, bularni hammasini bilishligi avlodir. Ya'ni so'zsiz biladi. Yosh bolalar o'layotganini, zulmlar qilinayotganini, odamlar nohaqdan ayblanayotganini qanday bilmasin Alloh taolo? Bu degani Alloh taoloni Al-Xabir degan ism va sifatiga iymon keltirgan odam shu bir lahzani o'zida shunga ham iymon keltiradiki, mayli zulmlar bo'laversin, biroq Alloh taolo hammasini ko'rib turibdi. Demak, Alloh taoloni Al-Xabir degan ismiga va sifatiga iymon keltirgan odam mana shu yerga yetganda u Robbisini ko'rib turganligini, bilib turganligini, barcha narsadan xabardor ekanligini bilib turadi. Va yana mana shu o'rinda u bandani iymoni oshadi, va Robbisiga bo'lgan ishonchi kuchayadi. Ana shunda u inson hech qachon mahzun va zaiflashmaydi, mahzun bo'lmaydi.